Orqaga qarangchi, burilib. Bo'yningizni orqaga qarang, orqaga. Bo'yningizni bura olasizmi? Bura olmaysiz, ha? Qo'shilib burasiz. Yaxshi. 6 yildan beri og'riysiz, ha? 6 yildan beri. Nima dori ichgansiz shu paytgacha? Asosiy sikladol, madafar. Aha. Va do'pani qancha ichdingiz? To'rtdan biridan bir mahal ichdingiz, ha? Mana azizlar, Parkinson bilan og'riydigan bemorlar levadopani dozasini, Parkinsonga qarshi dorilarni hammasini to'g'ri dozalab, to'g'ri titrlash kerak. Bu yoshda bu vazn bilan levadopani to'rtdan birini bir mahal ichish yaramaydi, kasallikni ketishini yengillashtirmaydi. Shuning uchun albatta vaqti-vaqtida shifokor nazoratida dorilarni to'g'ri qabul qilish kerakligini aniqlashtirib olish kerak. Bu kasallik prognozida, kasallikni yengil kechishida ahamiyatga ega. Amaki ketishingiz ancha zo'r. Kelavering endi. Qani shaxtam kelavering. Aha. Voy, yaxshi ketishingiz aktivlangan. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, amaki? O'zgarishlar yaxshi. Yaxshi bo'lgandan keyin o'zgarish yaxshi bo'ladi. Aha. Muolajalar o'z vaqtida olindi. Ha. Men videoda ko'rib, ixlosim katta edi to'pga. Shuning uchun menimcha shu to'p deysizlar, katta yordam berdi. Ha, TMS apparati. Rejim, qarab, mashinalar hammasi rahmat sizlarga. Da. Qoyillik. Men o'zim mana yurishingizni, koridorda yurishingizni ko'rib, Dodajonni koridorda yurishlaridan o'zi bilsak bo'ladi. Avvallari ancha reaksiyalari sust, harakat boshlashi qiyin edi. Hozir shaxtam qadamlar bilan yurishda mana o'zlaringiz ko'rdinglar. Hozir bularga biz zamonaviy Parkinsonga qarshi davolash usullarini qo'llagan holatda davo muolajalarini olib bordik. Shularning ichida TMS apparati, ya'ni transkranial magnetik stimulyatsiyani ham qo'llab, juda ham yaxshi samaralarga erishdik. Xudo xolasa, Dodani keyingi kurs lichenalariga ham qabul qilamiz. Ertaga uylariga javob beramiz. Juda ham yaxshi o'zgarishlar bilan ketyaptilar. Katta rahmat sizlarga. Eng asosiy men bitta narsani tushundim, bu kasallikda rejim saqlash kerak ekan, dorilarni vaqtida ichish kerak. Muolajalarni vaqtida olinsa, bu kasallik davolanadigan kasallik. 100% bo'lmasa ham 95% davolasa bo'lar ekan. Rahmat, Doda. Sizlarga katta rahmat, kam bo'lmanglar. Rahmat. Aziz kuzatuvchilar, bugun Parkinson kasalligi haqida gaplashamiz. Parkinson kasalligi qanday kasallik, qanday yuzaga keladi, uning zamonaviy davolash usullari qanday va uning prognozi, oqibatlari qanday? Qo'l oyoqda harakatlarning cheklanishi, yurishga qiynalish, yotib qolish, yuzning mimikalarini kamayib ketishi, ich qotishi, depressiyaga tushib qolish, o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishda cheklanib qolishi va bemorga nogironlikkacha olib keladigan kasallikni ilk bor ingliz olimi James Parkinson tomonidan o'rganilgan. Shuning uchun nomiga bag'ishlab Parkinson kasalligi deb qo'yilgan. Parkinson kasalligi surunkali neyrodegenerativ kasallik bo'lib, bosh miyadagi bazal yadrolarda dopamin moddasining ishlab chiqarilishining kamayishi yoki butunlay yo'qolishini hisobiga kelib chiqadi. Bizning harakatlarimizni plastikligi va muvofiqligini po'stloq ostidagi, ya'ni bosh miyamizdagi bazal yadrolarda ishlab chiqaradigan neyromediatorlar bilan bog'laymiz. Ya'ni buni oddiy tushunish uchun gaz va tormoz tushunchasi. Gaz bu dopamin. Dopamin bazal yadrolarda qora modda, substansiya nigrada ishlab chiqarilib, u organizmga, ya'ni nerv hujayralariga harakatlan degan signalni beradi. Tormoz va gaz. Agar gazimiz, ya'ni gazni bosishimizga dopamin kerak, dopamin ishlab chiqarilishi kamaysa yoki yo'qolsa, gaz bosilmaydi. Tormozni muvozanati oshib ketadi, disbalans bo'ladi. Tormozlovchi mediatorlar ko'payib ketganligi uchun odam harakat qilaman deydi, lekin boshlay olmaydi harakatni. Qotib qoladi mышцалari. Asetilxolin balansi ko'payib ketadi. Shuning uchun mushaklarda rigidlik, qotib qolish yuzaga keladi. Shuning uchun bu balansning buzilishi, ya'ni dopamin yetishmasligi ushbu kasallikni patogenezida muhim ahamiyatga ega. Undan tashqari dopamin bizning kayfiyatimizni a'lo darajada ushlab turishga ham muhim ahamiyati bor. Shuning uchun Parkinson bilan og'rigan bemorlarning kayfiyati ham
tushkun bo'ladi, doim depressiyada bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, kasallikni davolashda ham ushbu disbalansni to'g'ri yo'lga qo'yish asosiy maqsad hisoblanadi. Ya'ni dopamin yetishmayaptimi? Tashqaridan sun'iy dopamin beriladi. Ya'ni levodopa preparatlari, tidamet, forte bular yetishmayotgan dopaminni o'rnini to'ldiradi va uning agonistlari, ya'ni dopaminning ta'sirini uzaytirib turadigan preparatlar ushbu kasallikda beriladi. Parkinson kasalligi ikki xil ko'rinishda bo'ladi: yo rigidlik yoki titroq formalar bo'ladi. Rigidlik ya'ni qotib qolish. Titroq formasi esa qo'lda doim titroq tremor kuzatiladi. Kasallikni kelib chiqishida bitta sabab yo'q, turli xil sabablar bor. Shundan nasliy moyillik bo'lishi, travmalar bo'lishi, turli xil yallig'lanishlar, boshqa sabablar ushbu kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Bu kasallikni davolashda dopamin o'rnini to'ldiruvchi preparatlardan, ya'ni levodopa, tidamet ushbu nomlar bilan chiqadigan preparatlarni qo'llaymiz va ularning ta'sirini ko'paytirib beradigan agonistlari va dopaminni parchalaydigan fermentlarni ingibitorlarini berish bilan organizmga tushgan dopamin ta'sirini uzaytirishimiz mumkin. Parkinson kasalligini zamonaviy davolash usullaridan biri TMS, transkranial magnitli stimulyatsiya bo'lib, bu so'ngan neyron hujayralarini kuchaytirish, uyg'otish va haddan tashqari qo'zg'alib ketgan nerv hujayralarini tartibga solishdan iborat. Ushbu usul butun dunyo bo'yicha Parkinson kasalligiga tavsiya etilgan standart protokollarda bor. Undan tashqari bilamizki, Parkinson kasalligida aksariyat bemorlar depressiya va tushkunlikka tushgan bo'lib, ushbu TMS apparati ularning depressiyasini kamaytirishga va yo'qotishga, undan tashqari harakatni plastikligini ta'minlashda juda katta yordam berib, bemorlarga sezilarli foyda qilib kelmoqda. Biz klinikamizda transkranial magnitli stimulyatsiyani Parkinson kasalligiga chalingan bemorlarda muvaffaqiyatli tarzda qo'llab kelmoqdamiz. Ajoyib natijalar kuzatilmoqda. Agar sizda ushbu kasallik davosi to'g'risida savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishdan mamnunmiz.